Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Tovuqlar, kaptarlar uchun obzorni ko'rsatib o'tamiz. Sizlardan bir dona lak kutib qolamiz. Qafasimiz mana zakazga tayyorladik. Arka tomli, arka ko'rinishdagi ranglari cho'qqi shokolad rangga ajratilgan. Eshiklari mana alohida baho berasizlar. Juda ham chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Setkalari mayda ko'p setkalardan. İçiga kirib tanishtirib o'tamiz. Qafasimiz odam bemalol ko'taradi va 12 ta katta uyalari bor. Toshkentga, Namangandan zakazga tayyorlab berdik qafasimizni. İchlari ham cho'qqi rangda, tomlari arka odamni bo'yi tegmaydi. Juda ham chiroyli holatda. Did bilan ishlandi qafasimiz. Xudo xolasa egalariga ham juda ham manzur bo'ldi. Qafasimizni Namangan viloyatidan Toshkentga yetkazib berish xizmati bilan 2 million 400 ming so'mga tayyorlab berdik. Mana bu yerda tovuqlar uchun razmerlarga keladigan bo'lsak, uzunligi 2 metr, enigi esa 1.30 santimetrli, ikkala tomonda ham mana tuxumlash xonalari, raddomlari mavjud. Mana eshigini tashqaridan turgan holatda tuxumini olib foydalanish mumkin. Albatta, eshiklarga keladigan bo'lsak, arka shaklida mana chiroyli qilib mana bu yerda baho berasizlar. Chizilib ketmaydigan bir nerjinkalardan qo'yganmiz. Va qolaversa yo'llari ham orqa tomonlari ham HDF tekstilit materiallarni qo'yganmiz. Oldida latoglari, suvlar pastga oqib ketadi, oxiriga tushmaydi. Oxirlari ham mana ochilishlari juda ham chiroyli, a'lo darajada. Mana bu yerlarga ham nerjinkalar tortganmiz. Yana ham odam o'ziga jalb qilib turadi. Setkalari zanglamaydigan qalin 2x2 ko'z setkalardan tortganmiz. Bu tomonlari ham tuxumlash xonalari mavjud. Va orqa tomonlari ham mana murabba shaklida yonib turibdi qafasimiz. Bu qafasimizni Namangandan Baliqchi tumaniga zakazga tayyorlab berdik. Akaxonimizga 2,5 million so'mga tayyorlab berdik qafasimizni. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Mana bu yerda ham mana kaptarlar uchun temir qafasimiz mavjud. Bo'yi 2 metr, uzunligi 1.40, eniga 1.10. Ichida arka shaklida 16 ta uyalari mavjud. Tepada parlash xonalari bor. Portichkalarini eshigini tepasiga qo'yganmiz. Mana bunday ochiladi qafasimiz. Ichlari bemalol odamni ko'taradi. Sevitlari gan sevit shokoladda mana ajratganmiz eshiklarni chiroyli turish uchun. Albatta taglarida mana apshipkalari bor. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bizni kuzatib boring deb qolamiz. Bizda eng yangilari bizda va yetkazib berish shartlarimiz ham bor. Albatta talablaringga qarab xudo xolasa yasab yetkazib beramiz mahsulotimizni. Rahmat, hammaga salomat bo'ling.